Andijon viloyatidagi Baliqchi, Chinobod, Ulug'nor, Norinkapardagilarga bir iltimosimiz bor. Shu videoni ko'proq odamga jo'natib qo'yinglar. Bu video aynan sizga foydasi bo'lmasa ham, boshqa odamga foydasi bo'lib qolishi mumkin. Bizda second hand kiyimlari bor. Shularda shunchaki shu narsaga ehtiyoji bor, shu kiyimlarga ehtiyoji bor odamlarga shunchaki berib yubormoqchimiz. Hech qanaqa shartlarisiz. Bir sharti bor ekan. Og'zcha aytganda bir marta duo qilib qo'ysangiz bo'ladi. Agarda bu videoni sizga kimdir jo'natgan bo'lsa, tavsiya qilgan bo'lsa, 2 dona duo qilib qo'yasiz. Bizning qo'limizda har turdagi kiyimlar bor, poyabzal, kiyim-kechak, har xil ust-boshlar bor. Shularni sizlarga ehtiyoji bor odamlarga inshaalloh beramiz. Manzilimizni aytib o'tib ketamiz. Baliqchi tumanidagi Anova binosida Family Shop kiyim do'konimiz bor. 5-xona yoki 5-do'kon.